Yer yuzidagi neft zaxiralarining yarmi, 500 millionga yaqin aholi, Yevropa, Osiyo va Afrika o'rtasidagi strategik joylashuv. Ularning barchasi asrlar davomida katta imperiya hukmronligi ostida birlashgan arablar hududidir. Ammo bu imperiya qulab tushgan paytda ular yagona mustaqil davlatga birlasha olmadi. Bugungi kunda ushbu hududda bir vaqtning o'zida 22 ta mustaqil davlat mavjud. Ular o'xshash bayroq, til, madaniyatga ega va ularning ko'pchiligi yagona e'tiqod ostida birlashgan. Ularning orasidagi bu to'g'ri va tekis bo'lingan chegaralarga e'tibor bering. Tabiiy ko'rinmaydi, to'g'rimi? Chunki ular arablar tomonidan emas, aksincha g'arbning boy davlatlari tomonidan taqsimlangan. Bir tomondan ular mintaqaga yangi texnologiyalarni olib keladi. Muhim rol o'ynayotgan savdo yo'lini qurishadi va hatto Usmonli imperiyasidan mustaqil bo'lishiga yordam berishadi. Shu bilan birga ular mahalliy hukumatlarni qarzga botirishib, hududlarni kuch bilan o'z nazoratiga olishadi. Shundan so'ng hozirgi kunning asosiy energiya manbai neftni o'z foydasiga arzimagan to'yga olib ketishadi.